Benamoz odam musulmon emas. Musulmonchilikka hujjati yo'q. Buni biz aytmayapmiz buni. Rabb qori kelib shuna deb ketdi demanglar, payg'ambar aytdi buni. Payg'ambarning gapiga inkor qilgan bo'lasiz. Payg'ambar aytdilar, as-solat burhanul mu'min. Namoz mu'min kishining hujjati dedilar. Demak, namoz o'qimagan odamning hujjati bormi? Yo'q. Mu'minligi yo'q uni. Jannatning kaliti namoz dedilar. Benamoz o'tgan odam bekalit bordi. Bekalit bordi. Kaliti yo'q uni. Jannatni tepib ko'rsin, urib ko'rsin, kalit yo'q, ochilmaydi, iloji yo'q. Bundan ortiqcha qattiq gap bo'ladimi? Namozi yo'q odam ovora bo'lmasin. Payg'ambar namoz o'qimay ketgan onasini talabi mag'firat qiling deb duo qilayin desa Xudo ruxsat bermadi payg'ambarga. Kim bo'lib qopti bu yoqdagilar? Kim bo'lib qopti? Xudo saqlasin. Xudo saqlasin. As-solat mi'rojul mu'min. Namoz mu'min kishining me'roji. Me'roj Xudoning huzuri. Allohu akbar deyishingiz bilan dunyodan uzilasiz, Xudoning huzuriga chiqasiz. Umrida biron marta Xudoning huzuriga bormagan odam endi undan nimani talab qiladi? Mana bu dunyoda hojatingizni talab qilib unga bunga borasiz. Meni manaqa ishim bor, ustiga borasiz. Mana hojatim bor, shuni qilib bering deb. Biron marta butun hayotida 60-70 yil Xudoning rizqini yeb, Xudoning hayotini ko'rib, biron marta uni huzuriga bormagan odam uni yaratib qo'ygan jannatiga bermoni menga deyishga nima haqqi bor? Nima haqqi bor uni?